Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Mana bugun biz Toshkent shahrida Chilonzor tumani Kattaqani degan joyga mana 6 talik sammoyka apparatini o'rnatib berdik. Manzilimiz mana Depo Mal degan joy ekan. Mana shu joyga akamiz avvalgi moyka o'rnatgan joyidan sammoyka apparatlarini yangi joyga ko'chgan ekan aka. Yangi joyga o'rnatib berdik. Mana sammoykaning dizaynlarini ham chiroyli qilib qo'yibdi ekan. Mana ko'rishlaringiz mumkin 6 ta boksda shu chiroyli dizaynda mana bunaqa bokslarni qaysiligini bildirib turadigan raqamlar qo'yilgan. Akamizga chiroyli qilib uстановка qilib berdik. Avvalgi eski apparatlarni boshqa joyga uстановка qilib berdik. Montajlarini ko'rishlaringiz mumkin. И плюс mana обратный osmos filtr apparatini ham o'rnatib berilgan. Shuna xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.